Eğer bir bala tank işi yasağı, ayıpleşme gün oldu. Eğer razınalı işi yasağı, özüne kadirleşme gün oldu. Gapni joyida qilishni biladigan odam kechirim so'rashga majbur bo'lmaydi. Yo'lning yo'lovsiz qolgan qo'rqinchli emas, yo'lovchining yo'lsiz qolgan eng qo'rqinchli. Yo'lsiz, nishonsiz odam eng bichor odamdir. Boshqalarning ayib ustida to'xtamoqchi bo'lganda, oldi bilan o'zingni ayblashing. Baxtning o'lchami hashamatlik uy, katta mashina, ishli zimmat, qimmatbaho kiyim-kechak bo'lmasdan balki oddiy turmush yuzasiga singdirilgan tatliq kulka va shukr qanoatdir. Aka? 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 Ha, nima bo'ldi? Ha? Seni çıkmak kim o? Salay chaqqan? Ha. Salay chaqqan. Ha, fikam bilma. Uvog'i bir domni qo'shgan eki, futqol alomat chaqqan. Tomoq tishadigan mulozim. Aka. Emasmi? Yok. Emsa qara. Bir chaqqan. Futqol chaqqan. Chamachi. Oldiq kuni qara u. Bir odamni ko'rib qaptiki. Qoplab qolgan o'xshaydi. Turib, vos qipla. Yey, chopladi deyman. Ne gapni qilgansan va bu kitobda burun zaman adamı da olsa. Voy, fikam, shu ishkishkin burun oldiki shavo, shu burun zaman kira. Hadi gire. Ish qilib qarab fikam. O odamning ko'ziga tikilib qarab qolmoqdingmi? Elbika, ochiq tutib qolsam, seni mudum bog'lab ketmisan. Ne gapni qilgansan dadamni so'rashi bo'ldi. Uy mana. Siqilib dadamni so'rsam, o'xshash deb bo'ldi senga. Salay chaqqan? Salay qonda chaq. Qonda chaq odam Dada. Dada, ne yapıyorsun? Bizimcha qara, Şinjan Uyg'ur Abdum rayonimiz qurilganligining 60 yillığı. Mana bu 60 yil atab, mana bu Şinjanda bismari yozyapman. Qanday? Bo'ptimi ya? Voy taksan tassa bilemsan bo'lib turibdi. Dada, Ha? Salay chiqib bilan tanışamsınız? Balam, ben Salay Chaqanni tanışmayman, Salay Chaqanni bilmayman. Salay Chaqan degan 1790-yillari Qashqarning Opalisi tug'ilgan bir odam. Salay Chaqanning asl ismi Muhammad Salih. Kiyovni kishilar Masali deb atagan. Keyin bu odamning ismini boshqalar qisqartib Matsali, ondan Abchilam, Gapchilam, ondan Chaqan deb atagan. Salay Chaqan degan dangliq xalq qiziqchisi. Ha, ajab buni so'rab qoldinglar? Salay chiqqanda da aslında xalq qiziq tutganda. Ha, men bir futqol chaqqa odam o'xshayaptim. O adamning futqolimi chaqqan, ig'zi hammadan chaqqan odam. Yaxshi o'rta bo'lam. Bizning mushta mashhurlarimizning-chi tarixini o'rganib qo'yganlar yaxshi. Ha? Nacha ya? Chiqaver. Yana ish bormi? Yo'q. Mani izlasam bo'lamdi ya? Ha bo'ldi. Ha, undan asta chiqib topshiriqlarni ishlamlar. Bo'ldi. Mana. Nasıl çıkıptım? Chunki Ay, shu qo'shnilarga yondiki opamiz zab qilibdi. Qachon birasining g'ayotini qilib kirdimiki? balam, unda cho'nglarni chiqarilishmaydigan ha? Qo'lim qo'shnilar degan ishlar berish kelish qilamiz. O'zaro hamdamda, yordamda bo'lamiz. Unda cho'nglarning ishiga aralashmasak bo'lmaydi. Mana chiq. Harasida yanchiqim qurilib qolganicha. Nima? Yanchiqim qurib ketdi? Yanchiqim bu yermida? Unda o'z darhol chiqib, turbut suvoq ashlanib azroq tugib ol. Yo, shu pulim tugdi. Sening yanchiqingda pul turadigan yanchiq emas. Mana opamni so'rab qopti. Opamni so'ray. Hanuz ben ketdim ha? Yeziram. Tamam gidiyorsun da. Ha,
Keşke balla tapşırıqını işlep boğaz bir tanıqında yakıp vereydi. Zoğuzcu. Men nimonchi sho'rpishan bo'lib qolgan nima deyman? Yemin bo'ldi. Shuhratjon xafa bo'lmoqchiman da. Nemisin deyada? Boshqasi bo'lmayli. Hozir bir balimiz bor bo'ldi. Uy ko'paymizmi ko'paydi? Biz yosh uyliq ajjaq mashinada suryapmiz. Hozir men boshqa do'stlarimning yo'ldoshlari toza tirishib japa tatib, shu ishlab pul tepatdi. Sizning eringizni shunda tirishchan. Qarang, shunda esil uylaringlar bor bo'ldi debsiz-ku. Bizlar qalbakda uyda o'tiryapmiz sana. Shularni o'ylasam da ko'nglim yeri bo'ladi. Yig'ilgim keldi sana. Voy. Unda deyman. Sizlar shunda baxtli yashayapsizlar o'fgan bir umdan balanglar va Shuhratjon shunda o'ngluq. Ana nimdi so'z shuni qilib turdi. Biz korona ichidimizda salom sayt shunchalik joyida axloqli, cho'ng'i-cho'ngcha, kichik-kichikcha nim bo'ldi. İşler asasda bulmamdı. Oy, keçik sırtı işlemini hep çıktı. Nimislarını kutuyordu ki tam öyle pakatlı köğül bilmeydi. Bazı da şu kişop kasa bulup diken deyip gitmeden hadi. Oy. Ben demem. Hazır ellerinin cepasımı az emez. Siz öyle kişilerini kılan bir Shuhratjon şu talağa tipi üzürüp öyle bakıdan tırışmış bulmaz. Hiçbir Shuhratjonning o birkaç gününü görmedim. Şerken şu neymiş o aslında? Fakat iğir görmeye çakırsılık berdi. Oo şu. Lekin o şu başka birisi tekken bolsa mı şunda bir rahatta gün görmem gün hep oylap gitmem bazıda. Oo. Mağa gepni Shuhratjon dep koymaycım o. Ha, şınız çatak. Da demem. Da demem. Ben karsam şunda sizin bek vay deydik ya. Öygüm şunda köyündük ya. İşte asta bulmamdı. Bu turmuşta bir adam bilen besleşip, bir adam bilen özünü seliştirip yaşağı olmaydı. Özümüzden kurup neymi yese şunçilik yazsak baxtlik yaşayımız emas mı? Koğullarda yutkan qarab tutsun deydiğen gep var. Hazır çımış maşinanlar ne edip jüysanlar? Ätö gün Shuhratjon bir bekrek pul tapqanda onu almaştırsanlar. Öyünüm şu. Hazır bir çıraylık uyuңlar var, bir uptan balаңlar var. Siz özünüzce men öyle kundu tamak etime, öyle yığıştırma, öyle tozlayma, balı vakıma, anı kılma, manı kılma, uşak işini hemmini men kılma dep tatlatıpsız da. Undaq deme. Erlerinin bismimi, erlerinin jükümü az emas. Qarsan bu Shuhratjon şunda bir oğluqna tirişcan köründü. Turmuş diyen şu. Köngüllik, xoşal xoram, azat östağını bolmadı mı? Haqılıq özünüz seliştirip nemiş qılsız? Biz de sizge heves qılımız kan? Oy, madem diyen gibi ne? Haras. Siz bir ayet işlatamsız ya hazır yana. Menço, beni bakam ki de tekken bu erge. Ne işlep yüzmeden acaba patatet? Hey Amine, hey Amine. Bir öğlen jükünü bir adam tatqını yaxşımı ya? İkiden tan, mürünü mürü kerep, bir yandan kol, bir yandan baş çıqırıp, birle tatqını yaxşımı? Siz mana şundaq sağlam qarsam, şunda özünüzün jininiz var, gepsiziniz joyida, bir tallabazarlarda, ya bir şirketlerde işlasangizmi buludu-ku? Ya Muzaffar akınız alaqılışıp baqqandı, işlemsiz? Oy oy, bu balam kichik olsa, balamni söylep neler jüremeden hadi. Hey fukam, hazır yesli şunda taraqqiy qilib ketdi. Mush qoroni atıyorstum yeslide ikkisi bor. Yesliga balani achiq berib, shundaq qilam. Ha desa Shuhratjon cho'qlar vermoqchimi? Bir gün çatak çıkıp kalmışsın, bir omdan yolcunuzunu, kuru kaldığa şop kalmışsın. Kim bilim kattı? Hay, Mişe gitmezini tep koyayım Shuhratjonga. Hay, bunda kılağlar. Akşam Shuhratjon'un kildiğe vakti oldu. Tılpı uğramsız ya çıkıp çakırıp kiremsiz, men oxuştu bir lağman qıp reislerge. Bugün keş tamakmış, hadi anlaqqanda. Qo'shqi bu azroq bo'shab qoldi. Eng yaxshisi öy chiqaydi. Bak gap bilan o'tirib sizga choy qo'yishni unutdim jinim uka. Bo'ldi, avarum manga dar bo'ldi. Bir gap qilib beshingizni nima og'ritib yotdim. Bo'ldi, men chiqib ketib, atiga chiqiray ya. Hey, bo'ldi Shuhratjon tilpon qilib, mishaga kirsang Bo'ldi da. Tamam, Bo'ldi, mishaga chiqib ketib, men atiga chiqiray. Vallahi bugün yaxşı yığılıptık. Yan birə oynayamdık. Vallahi nima o'ynashmoq bular? Maya atrofda daraxtchi qolgan ekan, daraxtni azizlik o'ynaydi. Ha, sonda olsa çam qo'shilish Çam qo'shilish. Ha, ko'nmada. Yer, ver. Ha, tanışa. Yer, ver. Ha, beni qopala ya.
Çoldura çoldura. Şakir çoksa. Zerper, Ha? keşke nimdan okusam diye. Uzan dur kılıyor ama. Tukan mı diye, nim kılsın diye. Ne? Bizim tamak türlerimiz hem çıkıyor. Cık diye hem de. Da kıvamıştım içinde sıfır. Bundan sonra bir etligen tamak türleri ama. Etmegen degen tamak yok ki. Ondan etken tamak yetiyormuşlar. Ya Allah, ya Allah. Depremlikin desen siz mi? Hemse eşamanı bir inşallah. Ekran. Ben belimde takat özelliği iteyim diye. Vay can, vay can. Kında kavatkandan sonra da anesen bulam da iteyemem misiniz onu bile? İtiyorsan şu, oylar tapamaysak degen. Açık suyu bir nasıl yetiren. Yemi çiçek? Aç çiçek bir ne zevkegen bilen. Hacet kanda öjene tırmık açık bulardı ki balırlı beri. Allah, gibon tayyalar mı getken? Makul. Yeterler. Babda ne mesleğiniz getirin? Makul. Aç çiçek ama ya. Voy, ana sada havalı yaxshi obdan tuzolama. Nimada bu tuyuqsizlik paydo bo'lib qoldilar, keling. Sana sig'ini ko'rib kelay deb keldim ha. Voy, rahmat. Qachon keldinglar? Men maqsad minib kelgan. Birdamda bir yil toshdimi? Ha, bizning yuzda bir yillik xizmatni Kuyib ketsin, juma tasqabdan bo'lgan mig'risizda. Japanim qaltatibsizlar-chi. bizning kentning xizmati japoliq demaylik bilan ko'ngillik. Xalqning ko'ksi qolib ketgan. Erbash jerma chiqqan bo'lib ketdi. Yaxshi bo'libdi. Ma bizning kentning bir yerlik mevalar ekan, ketib qolgan. Voy, adash bu qo'rqma. Kelib emay. Bo'lsa bu chiqroq ekanmasa, bo'ldi, mushum yetib. Bosug'i chiqib kelsa bo'lsa, chiroq yo'llar shekar. Tanya! Manda taksirga chiqinglar. Manda bizdan o'tib ketdi. Men mehmonni mana bilan bir mehmon qilib olay. Assalomu alaykum. Ovozingiz yaxshimi? Obdan turamsiz. Ne bu? Evet, taksirga chiqinglar. Men bu daftarga chiqinglar, rahmat topolamiz. Ha, oy rahmat men keliyorum. Voy, bizning bu kentning yerlik mevalari ekan, ketib qolsinlar. Rahmat ha. O'zingning ahvol yaxshimi, adash? Xudoga shukr yaxshi. Ha, sizlarni sevgandik adash. Bizni sig'indoq. To'y tushish jarayonida har birimizni asrab turdik. Rahmat. Biroq xizmat oldirash bo'lgandan keyin sizdan bir telefon aloqam qilib qo'yamdiq. Birga aytgan sizlar bir ko'rishib kelay deb kelishim. Qarsamda diqqatingizdan kitob o'qib o'tib kelsa, diqqatingni buzmay deb qoldim-ku. Rahmat adash, rahmat. Ha, qanda kentda ancha-muncha bir hali yaxshilik qilib berdinglarmi yo dehqonni norozi qilib berib keldinglarmi? Endi qo'limizdan kelishicha az to'la bir qism ishni qildik. Voy, bu tarafda adash bu ujmayu urikli pish bo'ldim, nima? Ha, yozma mevalar ekan. Endi shaharda jiq yo'q bu. Shunda ketib boqqandiki deb. E'lon, tanit etamiz endi buni, e'lonlar. Nima o'liklardan bir Bo'ldi. Ha, e'lonlar. Yangilik qo'lda-da bizga nisbatan ma'vo. Bana niye nasıl terivan boptu da yüzlerde adra? shundoq. Yezida Ma parni tekkanda ma'vo. ha, yezida bunday mevalar mo'lchilik xalqning qalbi va biz uchun har qanday narsaga tasqan uchoq. Bizni yemayli sizni bir ketib boqsin deb Rahmat adash, rahmat. Korsamda bek okşap ketken çıray üzüm. Ha, o'zingiz shu hali bir natijalik kiyinib keldinglarmi yo pushaymon bilan inib keldinglarmi? Ha, yaxshi keldik. Xalqmi bizning xizmatimizni nihoyat yaqindan turib yaxshi qo'lladi. Chuqur rahbarlikmi biz uchun nihoyat yaxshi sharoitni yaratib berdi. Bu shu elgi natijasi uchun tuvanga tushgan, o'sha kantlarga tushgan kadrlarni hali obdallish qilib berdi deb angladim. Shuning uchun dashtan sizlarmi bor. Bir qilgan ishlaringlar hali bir bor sizlarmi?
Endi bek cho'ng ish deb ketganmi bo'lmaydi. Endi kent tushgan har qaysi organ kadrlari bilan maslahatlashib, yuqori tasdiqini orqali bir 18 kilometrlik asfalt yo'lni iz kadrlari bilan birlashib yasab chiqdik. Voy 18 kilometr yo'l degan oz emas adash. Qara, saylanglar. Ilanglar. Bir tafet bakыңlar. Bek yaxshi yo'l dejimi? Ondan boshqa medeniyet punktlarini remont qilish, yasash, uning asarlarini to'liqlash ishlarini bir nihoyatda yaxshi yapdik. Uning har qaysi kitob to'liqladik, kompyuter sapladik, har xil shuga lozimlik bo'lgan tantarbiya buyumlarini qildik. Demak, xalqning turmushiga oid lozim bo'lgan ishlarni qilishga tirishdik. Bo'lsa chiqishimiz bordi, lekin vaqt bizga cheklik bo'lib qoldi. Rast. Japanim xil tatib oldinglar degan bilan. Nurg'un odamlarimiz bizning ba'zi shu dunyoning nurg'un bo'layotgan ishlaridan xabarsiz. Kitob taqib, yaxshi qilibsizlar. Kitap taqib, o'z ko'rish imkoniyatlarga kitap taqatdik. Undan boshqalarga biz Abdum rayonining har qaysi joylaridagi mutaxassislar olib dars o'tkazib, ularningki shu yezigilik ilm fan ko'rinishi uchun darslikni o'tkazdik. Yaxshi bo'ldi. Bu xizmatlarimizni herhalde xil unumi bo'ldi. Saylanlar. Nəhayət yaxshi fursatni yaratdi, tirishdi. Yaxshi qilibsizlar adash. Rasman o'tganda bir narsa degandim sizga, esimda bordi. Men shu sizniki elga nap yetkazish uchun shu kent tushgan kadrli to'g'riliq bir ssenariy yozaman degandim emasmi? Ancha-muncha material to'plag'ach kelgansizlar adash. Sening topshiriqni qilmay kelgan olamdi. Voy. Ata, kelibsizlar. sening topshiriqni Rahmat adash. Rahmat. Cho'ng hamda o'tkazildi adash. Endi men bu yerda yozaman deb biz endi tuvanga chiqib bo'lmagan ekan, bu sizniki endi bu materiallarni tayyorlasak bo'lmaydi-la. Siz uchun bir xam material olib qolsa hech kim. Rahmat. E'lon, men meni olib ketdi. Endi xotirjam e'lon. Biz kunni yeymiz-da. Ya shunday bo'lsa, o'xshamaydi. E'lon. Bu uruklim pishib ketdi-da. No. Sizlar oyat kunda rasmiy pishqinni yeslar, bizim yerda shu. Voy, dehqonlarimiz birdan qo'li bilan uzib. Rahmat. Dehqonlar rasatlardan ajraq bo'ldi ba'zi. Ekspress qo'lamga shunda oyab ekandim. Shunda chiroyli gap, unutdi, shunda o'xshatdi bu bizni qaraganda meva bek o'xshab ketadi. Bu ajab yomonchiq so'zlab ketdinglar, bir yig'ilib kelgan sonda yeyotinglar. Biz qo'limda bor vaqt dehqon bo'lsam bo'lmaychi bu xotinni. Sizlardan para olib o'tiringlar, men o'qishda tamoq qilay. Voy, qilmagan buni? Yo'q, tamoq qilma. Yo'q. Bizim qilib bo'ladi. Jim o'tiringlar. Voy, bir navbat solib qo'y, adashma, bo'lsin qursin. Men ekran. Ya, men satrma ko'nglim. Yo'q, men adashma. Rahmat. Uzun bo'lib ketamiz, xudo sizlar ko'rishmagila. Idoraning ishlarimi yaxshi hozir. Herhalde şu sizlik etkenliğe bir 2-3 film işildik biz bu. Endi kelganda o'zingizning bir kitobdan bir tutasizlar. Men o'tgan yili sizilgan ssenariyni yozib bitirib qo'ydim. Vaqtingiz bir ko'rib qo'yinglar. U hali yomon emas chiqdi. Yengil komediya qilib qo'ydim-ku. Sizning telefoningiz bo'yicha. Yaxshi bo'pti. Qolganini bir ko'rganlik kelmasa, Oldi men kompyuterimni dedi, men aytganlikka barmoq tiskiga bir qachilab sizga bir yetkazib beradi. Bo'ladi, rahmat. Bu da tövbe tushgandan keyin men xalq turmushidan jiq bir o'rnakni o'rgandim. Uzun bo'lib ekan bizim tövbe tushmagili. Xalqchilikka bu turmush, madaniyat biz o'rganishga tegishli narsa nihoyatda jiq ekan. Shundoq. Hamisha adash shu bizniki shu tarafdan turmush shu xalqning ichida adash. Shundoq. Tövbe tushgandan keyin men bek suyundim. Bo'lsa mening kagim yo'q, yana bir mezgil tug'im bor edi. Ay, men gapni ayolini anlab qolmisan, juma yana. Boshqa o'ylashib qolmisan. Bunday bo'lmas. Qani Allah'ıma namus koyma oturtun kadın olmasın diye falan bakıp da. Yok. Yeyimiz adaşlarından diyenle. Tamam çıkışa. İlanla. Bir burada. İlan. Alayım çay iç. Aman etmezsem satır özen ilanla da. Estağfurullah. Obdan taksar ben şunu kılayım. Ekin. Sen nasıl kılıyor mu? Rahmet at kaymancıma. Ya kayma şu bir kıl tamak kılıdı. Yan birisi koşar O'zingning xizmatlari qandayroq? Men shu adashani shu burunqidek. Shu idoradan o'tganda bir ishga vazif topshirgan. Shuni yezib bitiray deb qoldim. Unisiga bu da Abdumrayimiz qurilganligini 60 yillik emasmi? O to'g'riliq bir ssenariy yozib o'tmadish.
Mana bu Şinjan namlıq şu, umpat yaqında tutildi. Ah ko'ngil dehqonlarimiz partiyamizning ulug'ligini yana bir qatim esqatdi. Tüven üç haqiqiy dehqonlar turmuş içi kirgan vaqtida nurg'un narsani his qiladi ekanmiz. Qaraganda menmo bir chiqib chiqsam bo'g'dik. Bu Allah'ıma Mahnu'dan paramdan bu kütüp ben tamak demeptim. Azrail çıksın. Vay rahmet. Ya bir cümle. Obdan. Bana bir koşka çıksın. Saniye. Saniye ma. Ya maqul dema. Rahmet. Az Yak. aşık okşamakta mı ya? Ya obdan içtim. Azra? Aşulapta. Ondan var ki azra. Ya rahmet. Bir qo'shqa chiqay. Qo'sh, rahmet. Onu da. Ama ondan sonra destekte yemsi. Bilmem bakayım sen tutup da. Bizden hoşsunlar. Ha. Oyun buldu da gelişi elimden şurmandan gördünüz mü? Benim bana onu kürek gözüm kalmadı. Şundan bu şekilde gidip gördüm daha. Yeni kirgan oldu yaxshi ekan. Bir çıkıntım bu yerden bir sonra küçük alışlandım ben bile geç kitabı ben bile ursuzda oylap yapma. Bu şunun bir işi oldu mu? Saatmi birek berib qopti. Rahmet. Chiq vaqtingni oldi. Voy ya nima vaqtim? Mana jindab o'tiramiz birdan mondishib bo'ladi ekan. Rahmet. Men o'zi bolalarım bilan birdan beri kesdim mondishay. Mana xil uzun kun o'tdi. Mayli unda bo'lsa men hamsi. Ma'qul qattiq qurib o'tiradi xo'jash. Bir vaqtingizda ayolingni bolalarni berib qo'y. Endi paramoshadi. Siz de chiqib o'tirib kirasiz. Bo'ldi, ma'qul. Problem bo'lmasa. Saniya, nima bo'ldi? Hem mamamla hep oturup gidiyorlar. Ha Mermen. Ha Amin Gülma. Ha hazır geldi. Ha saniye açınızla billah. Ha. Yok. Siz mi içkin aldınız mı? Vay fıkam. Bozuk içkin aldık ya geldim ayarımda içkitime demeyin. Benim başka işim yok o kırma. Ben bak. Ha kırın. Ha kırın. Şöyle ki bağış oldu. Bir yerde takılarla sonra gözüm kızırıp gitmeyelim. Ay yok. Vah balım. Yok çıkmaz. Aldık gelip tutup kılandık. Kırın. Kırın. Sıkıntı fıkam. Ha kadar özümüz şu an. Yaxshi. Sen aldirash. Xizmatdoshlarlarga. Bir narsa ish qilmaysizlar. Yo'q, endi bunda ishlash. Shart chekishlari. Fıkam bu. Ötüz kadem öyle daim yaxshi o'taman degan olmaydi. Shunday. Siz erkak emasmi? Ig'irlik qilin. Ha. Boshqa bir cho'ng sho'magan bo'lg'aydi. Yo'q, boshqa ishmi? Yo'q. O'zlar billah, xizmat aldirash. Uy yaxshi qolyapmidim. Ba'zi kech ishlayman, ba'zi kunduz ishlayman. Erib charchab, aran-tez uy kirib uxlab qolganman. Shuning bilan bu uy san uy emas, bir qonalg'a. Sen uxlashdan bilsa, uxlab qolib uydan chiqasan bo'ldi deb shu jingi joyda. Ey Rasko, ha? Ko'tarib mı karısını istedim? Aşırı kendisinden kişigen, önümde fakat kar yok. Saniye. Ha? Mana Bo'ldi, ayada baqirib sürmem bir şeyga chiqinglar. Ayol kishi emasmi? Tamam Fıkam. Shunday. Endi uni ustiga ikki balni. Voy, Keling Fıkam. Saniye mehmoncha qo'yinglar. Ma chayni bir to'kaydi. Ha, qara, og'acha o'tirib Fıkam. Bir chiroyli o'tirib anda
Vaqt tutsang saptirdi ikinci mi? Qanday qilishmoqlar, ha? Mine. Hem chidashmaysizlar, ha? Chidashimlar. Çaylan afkam. Ağaç oturan afkam. Silma avar qilmayli de. Ishdan qilmaylimi? Ay, ne qana qilmiz, ha? Ne qana qilmiz? Aka, siz gapni rostini desem qarang. Bu gündüzün işlemi deydi o, keçsin işlemi deydi o. Ya öğlen kar yok, ya balları karmaydı o. Öyle pek bu keçsiz keçkiştik meni qanday xizmat olsa bir de pek ha. Afkam bu xizmat deganning o'zi shu uyga ego'g'anlikning ifodasi o. Bu balni hammamiz bilamiz ya, buni bu ortiqcha ish olmasa shundaymi ekan ya? Aka, siz şunaq deganingiz bilan, o qachonmi bo'lsa shu qachon tugaydi bu xizmat ha? Yerim kechalarda xizmat qilma deb plan chiqdi. Yerim kecha tugmaydi qanday xizmatkan o? Şunun uyan yerim ki Tokyo'şmanda. Şu anda xizmatning ehtiyoji kam bu afkam. Yeringizdan boshqa ishlar yo'q-ku. Yok. Bo'ldi qanday bo'lgan ekan endi? Nima bu? Aka, qancha bo'lsinmi deyman. Qachonmi bo'lsa xizmat deb yuriydi. Ha? Ma bizning ush bolalar bilan jabhat atib ketdim uyda. Aka, sizin buni bilsiz o'ylab yiqan. Nima ish qo'yilmaydi deyman. Unda bo'lsa bu ish oson kam afkam. Buni degan ishga bo'lmaydi siz bekam. Sizning o'rningizda ayolingiz ishlasa bo'ladi ekan-ku, ha? Shunda qillar. Yey, aka, men bag'o, mana men bir laqa erim baqanikin deb aytgan. Jabhat atib nima ishlab yurgan o'ylab yiqan. Unda bo'lsa siz uyda o'tiraversangiz ishga bo'lmay beqib, eringiz ishlasa bo'ladigan ish ko'ngamsa. To'g'ri qilib tutdingiz mana. Shunda. Siz mana eg'ranman afkamda xizmatdan ish emasmi? Bu banda hammamiz bilamiz, shunday qilib unisiga oyga yengil. Mishada hamma odam nima ishim bor desa, mana hammamiz amroq unisiga. Aka, gapning jig'ini qilsam bag'o, men manim bilan ajaq to'ydim, faqat o'tishlikim qildi, ajishlik ketaylar bo'ldi. Ma gapingiz qamdashmadi afkam, ma gapingiz qamdashmadi, mana deyishmayli. Sen nimaga to'yding? Mana. Ha? Voy to'yayotgan edem mana men. Mana? Mani? Voy bir tarafdan kech ishlang, bir tarafdan kunduz ishlang. Uy kelib baloqqalang. Tomoq nitponasi qachqushini yig'ishtiring. Mani? Voy nima to'ydim ochim men. Mana datqa gapini. Hey, sen nimaga to'yding ha? O'ylab baqa nimaga to'yding? Afkam, ha? Bo'ldi, ma cho'chib qorasini astag'firullah. Hay, ma ishini faqat qamdashmadi. Yigitni olgansiz, ha? Hadi yigitni ko'rgansiz. Oy, bo'ldilar. Hikmi degan. Ay, afkam, ma gapni qilmang. Eg'ranman afkam, ha? Ma ishkanlar manda chaqchaqlashib, bu uy deganni ajrashib ketaman deb ajrashib ketgan olmaydi. Bu ishkan to'yqanda ajrashib ketamiz deb ilib tegishimgan bo'lganlar. Undago qilmagan, lekin mening dardimni bilgan bo'lsizlar, bunda demaytinglar. Eng yaxshilari ajrashib ketdilar. Ay, afkam, chaqchaq qilmang. Ma ishga chaqchaq qilmay olmaydi afkam. Faqat o'tishligim qilmadi buni bilan. Afkam, ma gapni qilmang. Bu oson og'izdan chiqqan bilan mening o'tishim chiqmoqda, afkam buning. Qanday tushunganingiz birmuncha gap qildim sizga, ha, Amina. Meni gapimni anglamsangiz, anglamamsiz. Bo'lsa anglayman jinimda. Sizlarni oldinglarni behsat turdi. Sizlarni bek avar qilatdiqdanga. Lekin bag'o, eng yaxshi bu o'yin faqat chiqishligim qolmadi. Oy, bo'ldi. Xetini bersin, ajishlik deyman. Sizning ras o'tishingiz qolmadi afkam. Yo'q aka, faqat o'tishligim qolmadi. Unda bo'lsa, sam endi toshni tayoqqa tang'in olmaydi. Emsi men bir maslahat beray, shuni ko'namsizlar. Qanday maslahat birdan aka? Eng yaxshi ukam, siz mo uning ustiga chidag'chiliginiz faqatli qolmabdi. Eringiz xizmat deb yuradigan bola ekan. Faqat yo'q. Siz mo bola deb o'ylab o'tirdi ekansiz. Eng yaxshi ukam, ishkan ajrashib ketinglar. Ha. Qizardim ukam, ishtaqlanglar. Ha, ashda qillar. Nima chidimida? Ajib ketlar biz. Mening demoqchi bu. Ya nima qilsa bir-biringlar bekor bu zulmchilar bir yo'nal ichida xudolikqa qistirgan oyoq kaygandaklar bir ishchi bu kelishamigan ahvolda. Ajib qilma, manda qilib ukam. Men ham sotib bir og'inam bor. Soat 8 burun aşağı bir planla. Ay birinci katımda uçurattılar. Işkan ajrashtirishdi. Aka mening demoqchi bo'ldi bunda albatta. Ne munda emas, hozir o'zing ishkan unutmamiz uni ajrashib ketgan tuzuq qo'y. Va to'xtab turing ki bu ajrashgan bo'lganini tilbaqqa ish kerak ajrashtirmasdan. Shu ajrashib ketinglar. Ay bo'ldi. Bunda qilaylik. Bizni bu yerga ish qilib yorishtirib qo'yamkin deb desang, o'tishga yo'qotib nimasi? Voy bu o'zingiz ham o'tishmam dedingiz ukam. Siz o'tishmam dedingiz. O'tishmam degandan o'tishmaysizlar shunaqa qo'y. Unda o'g'anib o'tishmag'un yaxshi. Oycan, bizdeki mevcutmaydı deydi o. En yaxşısı var o, biz de şu öğüçükli balık hapsat kalmışsın. Ay, şöhret bol deyip kopa. Çıkartmam ukam, çıkartmam. Doğru kılın ukam, acısı kütüm. Ay şöhret, kopa bol deyip balık zırlap kaldı, çık gidelim bol deyip. Oycan. Rak, acısı mısın siz?
Oy özünüz acı suyla arka oldu. Ne hareketini kılmay. Ballarım yetim bolup kaldı benim. Şöhret yılına kaldı öşükteli. Bu ajarışmaydigan bo'ldi oğlum ha? Men ataatın ertgenlik gibi ajarış kızgan orlaştırıp koyabilirsen başka. Allah ne hareketini kılsın aka. Bol Facebook kısımlar oldu. Ha, bakın, Şuna ne ha. ayrım oldu. Öz acı suyla burada. Soran mı da? Ma'qulam sıkıyorum ha? Bu adırık yaş bola nem bolup ketip bardı. Bu öçüşüne, ajırışına, xuddi bir o'tirish qilgandek oddiylashtirib oldi bu da. O'zi bir japa tatib pul tepib, to'yini, bo'lsa uyini o'zi olgan bo'lsa, undan keyin manda gap ishtik og'zidan chiqmaydi.